Jinlar asosan qayerlarda yashaydi? Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Juda ko'p tushayotgan savollardan jinlar qayerlarni makon qilinadi? Biz Qur'on va sunnatdan kelgan bizlarga dalilga binoan jinlar asosan odamlar yashamaydigan ko'proq sahro, bepoyon dalalarga o'zlarining makonlarini qilishadi. Ikkinchi, sunnatda kelgan nopok tahoratxona o'rinlarini qiladi. Shuning uchun ham Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kirayotgan vaqtda chap oyoq bilan bismillah, Allohumma inni a'udhu bika minal xubsi val xaba'is deb kiradigan bo'lsa, unga biron bir narsa zarar bermasligini aytgan. Keyin esa Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan vorid bo'lgan yana narsa bir ma'lumotda jinlar xaroba o'rinlarni, tashlandiq o'rinlarda o'zlariga makon qiladi. To'rtinchi o'rin, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam teshiklarga bavul qilishlikdan qaytargan. Chunki teshiklarda jinlarning o'rinlari bo'lishligi bizga ma'lum qilingan. Mana shuning uchun ham mana shunaqa o'rinlarga borgan vaqtda asosan qilinadigan duo A'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma xalaqni 3 marta aytadigan bo'lsa, u joydan ketgunicha unga biron bir narsa zarar yetkazmaydi. Bahor fasli kelib, hamma yoq uyg'onib, ko'pchilik atrof, tog', dala, adirlarga dam olishga ketyapti. Mana shu duoni borgan joyingizda 3 marta aytib qo'yadigan bo'lsangiz, to ketguningizga qadar Allohning izni bilan sizga biron bir narsa zarar yetkaza olmaydi.